Mana shu yerda uydan chiqmasdan hamma yo'l bitdi. Mana eshigimga, uyimgacha keldi, hammasi mana shugacha keldi. Rahmat. Tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Yana biz bugun Vodiyadagi safarimiz davomida Muzaffar akamning uylariga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular Dolce Vita brendining asoschisi hisoblanadilar. Mana patentlari, to'g'risi bular bizga patentlashga topshirgandilar brendlarini. Ofisimizga borganmiz, esingizda bo'lsa, Muzaffar aka tabriklayman. Rahmat. Ijobiy natijaga erishdik. Salomat bo'linglar. Xursand bo'lganmiz. Mana Bizlar haqimizda birinchi ma'lumot qanday olgansiz? birinchi Instagramda olganman. Yangi Instagramdan. Reklamani ko'rib, o'zingiz keyin borishni qaror qilgansiz. Bir tanishimiz Zambiga sizlarni haqiqatdan Instagramdan olib so'rasam, juda ma'qul tavsiya qildi. Yana bir bor ham qiziqish ortdi. Xursand bo'ldik. Biz ham siz bilan ishlaganimizdan xursandmiz. Asosiysi og'ir rahmatlilar. Mana shu yerda uydan chiqmasdan hamma yo'l bitdi. Mana eshigimga, uyimgacha keldi, hammasi mana shugacha keldi. Rahmat. Tabriklayman. Hurmatli tadbirkorlar, agar siz ham shaxsiy brend yuritadigan bo'lsangiz, xizmatimizni ko'rsatishga tayyormiz. O'zingiz brendingizni qonuniy egasiga aylaning.